Demek talabalar proyekt chaqiradi, yutgani, yutgani chaqiradi. Keyin internetdan poyezga beradi. Beshovni print voy, beshovni no, yozdi deysiz. Beshovni print bo'lishiga sabab shunda u keyinga qo'yganda choki chetida ramkasi ko'rinib turadi. Har xil printdan tanlash mumkin. O'ziga yoqqanini tanlasin. Любой raqamli tayyor kiyim emas, u print bo'lsin deylik. Deylik, mana bunday saqlash kartinku kartayman. Albatta yoki JPEG bo'lsin yoki PNG bo'lsin. Keyin o'zini papkasini ichida albatta papka sozdать qilib, print deb saqlanib qo'ysin. Chunki buni sababi bor. Sababi shundaki, hozir biz buni print qilib qo'ysak bu boshqacha, material qilib qo'ysak boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun biz buni hozir birinchi navbatda biz buni hozir print degan papkani ochib olamiz. U yerda papka ochish sal boshqacharoq. O'ng tugmani bossangiz papka ochiladi. Yo'q, u yerda hamda bunaqasiga emas. Demak, students turasida students folderga kirib, students folderi mana bu yoqda tepada papkani emblemasi bor, sariq. O'shanga bossangiz papka belgilaydi и papkaga sразу nom qo'ysin. Чтобы eting o'zini papkasida ochsin. Misol uchun print. Lotincha, kirillcha farqi yo'q. Demak, mana klubga kirdim. Endi demak, internetga kirishim kerak o'zim. Internetga kirdim. Mana men print yoqdi menga. Demak, saqlanish kartini ko'kartiyman va men uni o'sha o'zimni print degan papkamga albatta o'sha yoqqa saqlanish qilsin. Liba JPEG bo'lsin, liba PNG bo'lsin. Web formatda u olmaydi. O'shaning uchun 4-5 o'ziga yoqadigan printlarni tanlab olsin. Mana patternni beshovni tekstura deyapti. Nima bunaqa bo'lmasin, chetlari kiyim yoki boshqa narsa. Misol uchun mana buni deylik. Menga shu yoq. Endi ayting, kreativniy bo'lsin deb turib oling. Чтобы kreativ bo'lsin, bahoni to'g'ri shunga qarab qo'yadi biz. Saqlaningiz kart, bu ham JPEG mana. Hozircha men 3 ta saqlanish qildim. Ular где-то 5-6-10 tachagacha saqlanish qilsin. Keyin bundan chiqib ketadi. Demak, hozir biz birinchi buni print qilib qo'yamiz. Print qilib qo'yish uchun mana ikkita ekranda mana bu yerda 3 ta belgi bor printga. Agar ekran ko'rinmay tursa, mana bu belgini bosasiz. Sizga mana ekran yana normalniy bo'ladi. Mana bosdim printni. Birinchisi demak printni o'zini tanlayman. Mana print, misol uchun men print qo'ymoqchiman, print deyman. Keyin menda ekranda mana bunaqa strelka chiqadi. Bu 3Dda chiqmaydi, 2Dda chiqadi. Aytadiki, print haqi qo'ymoqchisan, tanla deydi. Mana deylik, men tanladim. Va menda printni realniy razmerini ko'rsatyapti. Men OK deb qabul qilaveraman. Demak, meni printim kichkina ekan, realniy razmeri. Mana print qo'ydi. Endi agar shu bitga polniy shu printdan iborat bo'lsin desangiz, ikkinchi komandani tanlaysiz. Mana shu print ustiga bitta bossangiz, mana sizga dumaloq chiqadi. Detalni qancha kichiklaytirsangiz, dumaloq kattalashadi. Detalni qancha katta qilsangiz, o'sha dumalog'i shuncha kichkina bo'ladi. Только proporsionalni ishlaydi. Deylik, mana tanladim. Agar men buni aylantirmoqchi bo'lsam, mana shu diagonaliga aylantirsam bo'ladi. Yoki katta qilmoqchi bo'lsam ham, mana diagonaliga katta qilishim mumkin. Xohlagan joyga qo'yishingiz mumkin mana. Keyin buni bitta yaxshi tarafi, misol uchun mana shuni tanlab turib buyoqqa o'tkazsangiz, mana bu detalingiz o'tadi. Mana orqa bo'lagiga o'tkazish mumkin. 2Dda yurg'izsangiz mana kattalashadi. Keyin bu printni
Mana butun litralarga sig'aryapman. Chipta. Mana shu Windows yangilagandan keyin mani kompyuterim sekin ishlaydigan bo'lib qoldi. Ayniqsa Chrome kattalashmayapti. Mana bitta endi sizda aji-bujiga o'xshab turadi, lekin o'zi mana kattalashdi. Buni endi tekislab olasiz. Buni ustiga copy keyin paste qilib boshqa detalingizni ham mana qo'yishingiz mumkin. Mana oldiga qo'ydi. Keyin bu ikkita printni mana 2D'da tekislab turib, как будто yarmi bu yoqdan bu yoqqa o'tayotgan qilib olsangiz ham bo'ladi. Как будто yon chiziqdan. Misol uchun mana bu rasm. Mana. Keyin bu yoqda ham xuddi shu rasmni yarmini qo'ysangiz, mana как будто yon chiziqdan bunga o'tayotganga o'xshaydi. Yana so'kib olib kelasiz kompyuterni. Mana. Ko'rdingmi? Bo'ldi. Tak, endi bu printga nisbatan o'zim gapirib o'tirman chinniga o'xshab, nargis. Keyin ikkita ekranni mana tepasida shaxmatniga o'xshab printni emblemas turadi. Shunga bossangiz yoki mana bunga bossangiz print haqida hamma ma'lumotlar property editorda chiqadi. Faqat menda u yerda ekranga sig'maydi. Nargis ekranga sig'maydi u yerda. Menga to'g'ri to'g'rilab bermagan. Bu property editor bor-u, u chiqsa ekran kichkina bo'lib qoladi. Mana bu chiqsa. Property editor chiqsa, keyin bu yerda mana rangi, misol uchun print tegdiyi rang menga yoqmayapti deylik. Misol uchun men print tegdiyi rangni o'zgartirmoqchiman. Deylik, mana bunaqa rangga apply and close qilaman. Mana rangi o'zgardi. Okey deyverasiz. Printni gullari qoldida o'zini rangi o'zgardi mana. Nimani tanqalim? Color. Deylik, bu rang yoqmayapti deylik, ko'k qilmoqchiman. Mana apply and close mana ko'k bo'ldi. Printni ichidagi ranglar samo shunga moslashib o'zgarib ketdi. Bu menda endi print qo'yish edi. Endi printni agar olib tashlamoqchi bo'lsangiz, ustiga bosasiz. Voy, detal o'chirib tashlaman. Mana bu hozirgi chiqqan 3-komanda bu printni sizga aylantirib berishga beradi. Mana sanaqa bo'lib, mani kompyuterim vashka sekin bo'lib qoldi. Windowsdan keyin. Qayta joy borsada. Windows o'zi og'ir Shunaqa bo'lsa kerak. Chunki mana bu ham shunaqa bo'lib qoldi hozir menda. Mana agar print yoqmasa, mana bu komanda bilan ular siz har xil print qo'ydiring. Har xil print qo'ydiringda, o'sha har xil printli rakursdan skrinshot qilib Telegramga tashlab olsin. 5 xil print bilan ishlalaring deng. Misol uchun bu print yoqmadi, boshqa print qo'ymoqchiman. Mana bunga kiraman, mana. Deylik, mana bu printni olaman. Открыть dedim. Mana qo'ydim. O'zini realniy razmeri mana kichkina o'zi mana. Keyin mana bu ikkinchi komandani tanlaysiz. Edit. Transform patternni ustiga bosasiz, sizdan unaqa dumaloq chiqadi. Detalingiz qancha kichkina bo'lsa, dumaloq shuncha katta bo'ladi. Detalingiz qancha kattalashtirsangiz, dumaloq shuncha kichkinaga chiqaradi. Atrofiga borib. Mana. Keyin mana bundan tortib kattalashtirsangiz bo'ladi mana. Diagonal. Menda aylanib ketyapti nimagadir. Yaxshi ololmayapti. Mana. Printni xohlasangiz hammasiga mana shunaqa tashlab chiqsangiz bo'ladi. Yoki shuni ustiga bossangiz, sizda print haqida ma'lumotlar chiqadi. Flip bor. Flip aylantirish horizontal extra, vertikal extra. Undan keyin yana bor qaytolmadim. X bo'yicha ko'paytir, Y bo'yicha ko'paytir. Misol uchun men hozir X bo'yicha ko'paytiraman desam, mana ko'paytirib beradi. Shunda mana butun print mana bunaqa bo'ldi. Shunisiga ham vaqt ketadi, yaxshi. Talabalar ishlaydi. 10 xil print qilib, 5 xil print qilib saqlangiz qilasanlar deysiz. Mana. Misol uchun buni qo'ydi. Endi aytasiz, internetga kirlaringda deysiz. Labellarni sketchat qilsam. Misol uchun yaraviy brendi одежды dedimda. Ularni kartinka. Mana